أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz bugün dərsimiz Surə Al-İmranın 123-cü ayətə gəldik. İlgirki ayətlərdə Allah Subhanahu va Taala Bedre, yəni Uhud urushini misal qilish orqali bu yo'lning, bu hareketninki qaida prinsiplerini bizga örnek bilan, misal bilan tushundirgandi. Yani bu yerdagi masala yetakchilik vazifasini tunishi, ergashuvchining ergashuvlik itoatini qilishi va bu prinsiplar asosida andan keyin bir g'albaning o'rtaga chiqadiganligi. Agar prinsiplar qarshilik qilinganida, ya'ni muxolifatchilik qilinganida mag'lubiyat ko'radigan natijamiz bo'ladiganligini Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatlarda ko'rsatgandi. Bugungi oyatmi shuning davomi. Masala adam masalasi emas, masala bu emas, masala Allohning yordam berishi. Bu yordam qanday vaqtda keladi desa, ilgirki darslarimizda so'zlanganidek har adam, her Müslüman, her şahıs özü mangan bu yolga sadaqatmanlik bilan bu yolning prinsipiga bo'ysungan vaqtda bo'ladiganligini bugungi oyatda Badrni misol elish orqali davomlashtiryapti. Astag'firu billah va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla fattaqulloha la'allakum tashkurun. Masalan, ilgirki oyatlarimiz deyilgandek Uhudda şekli cihette mağlup olduk değil. Bunun sebebi şu yerde yüz bergen bir kısım karşılıkla, emel kılmaslıkla kaide tüzümge, prinsipten halkıp geçişler değil. Bunun tam eksideki mesela ma ayette körülüyordu. Yani prinsipke emel kığınında sen o can meydanında insan süpütülen tutmaysa, ilahi menhec süpütülen tursa, senin aldığında, senin karşılığında hiç kim kalmaydı. Misal, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge Bedir'de sizler az durup وَاَنْتُمْ اَذِلَّ meyle san cihetteki azlık ya ki teyarlık cihetteki azlık, yani bir acizlik ifadaleydi. Sizler aciz durup Allah sizlerge Bedir'de yardım verdi. Onda oğandan keyin mesele senin sanığından kanca köp ketişi, senin teyarlıkından kanca köp ketişi emas. Prensip meselesi, prinsipten çetlemesen sen ilahi menhecden temsilcisi olursa, ilahi yolunun vekil olursa, o vakitte karşınga kim çıksın, kançılık san bilen çıksın, kançılık teyarlıktan çıksın, hiç demeki tanımaz. Ama sen ilahi menhecden, ilahi yoldan şunda çetligenden keyin, prinsiplarga, kaidelerge emel kılmagandan keyin sen bir insan buluş süpütünden ortaya çıksa, o vakitte karşındaki düşman mı insan, sen mi insan, oturanlardaki tamponluk küçüğünlerge vaklık oldu. Yani insanlık olan insanға karşı tuğan bulursa, küçük olsa yenilse, küçük bolsan yenilse, aciz olsan yenilse. Anda oğandan keyin, mesela oğandan keyin fettakullah, Allah'tan korkunla, yani bu yoldaki prensip kaidelerge çetneştin, saklananla, fettakunu menisi. Şunda o vaxtda la'allakum teşkurun. Allah'a şükranısını eytişanlar için. Yani bu ayet ilgirki mağlubiyet şekilde ortağı kuyulgan bir cengden g'alba şekildeki ceng ötkülüyordu. İlgiri Uhud'un gipini qilgan. Uhud şekli cihette mağlubiyet deb diagnoz koyduk ya, ama çoğun hakikaten mahiyette g'alba olsa şekli cihette mağlubiyet deb diagnoz koyduk. Şekli cihette mağlubiyet hesaplanadigan bir jangdan g'alba hesaplanadigan bir jangga bizni yo'tkab ekilyo'tdi. Xuddi Allah bu yer degandeki meseleni sizlarga ikki jang orqali tushuntirib qo'yay. Ma'noda saning intayin ko'pdi, yetarlikdi, Uhudda kuchinglayapti. Jang tayyorlik bilan chiqqandinglar, hem amaliyotda baş dastlabki vaqtda yengandinglar. Masala manda bo'ladi, yengildinglar. Ma jangda, ma urushda, ma jihadda sizlar jihad urushin deb chiqmagan. Bir yo'ldagi karvonni o'ldirish uchun chiqqan, o'zinglar o'ylamagan yerdan jangga muntazam bir qo'shinga uchrashib qoldinglar. Hattoki tayyorlikmi o muntazam qo'shin uchun chiqqan tayyorlik emas. Ammo oyada
Sizlarda bir xatolik yuz berdi, natija oldu. Mayada Allohga bo'lgan iymoninglar bilan, Allohga bo'lgan ishonchinglar bilan, sizlardagi mu'min ruh, mu'min qalb bilan Allohning manhajidan, yo'lidan chetnamasdan bu urushga kirdinglar. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo sizlarga yordam berdi. Shunga sizlar tayinish jihatda o'zinglarning soniga yoki tayyorligiga tayinib qolsanglar, shuning ishonch qilib qolsanglar, mag'lub bo'lganliginglarni no'g'andan keyin Alloh subhanahu va taologa tayininglar. Allah iroda qilgan ishga tayininglar, chunki yordam Esingda bo'lsin, yordam shu yordamni qabul qila oladigan kishiga keladi. Qabul qilmaydigan kelmaydi. Allohning yordamini qabul qilmaydiganlarmi bormi desa, esingda bo'lsin, har qanday bir ishning bir yo'linish chastotasi bor. Agar sen shu yo'linishda olsang, shu yo'linishda kelgan yordamni qabul qila olaysan. Ammo sen u yo'linishning sirtida bo'lsang, ma yo'linishga avatilgan yordam sana qanday qilmay qoladi, tegmay qoladi. Bu yerdagi yordammi xuddi shunga o'xshaydi. Shunga o'xshaydi. Masalan, bir misol olaylik. Biz bir istakan qiziq choy deylik. Buni puflaymiz. Qish kunlari qattiq sovuqda qo'limiz to'ngib ketsa, buningga puflaymiz. Ikki puflash bor. Puflagan bir, eg'iz shu bir. Ammo ikki puflashning maqsadi tam qana qilmaydi, o'xshamaydi. Birinchi puflashda tamoqni qana qilish uchun, sovutish uchun puflaymiz. Ikkinchi puflashda qo'lni isitish uchun puflaymiz. Diqqat qilinglar, puflagan odam bir, puflayotgan vaqtda chiqqan shamol o'xshash, ammo bu shamolni qabul qilg'uvchidagi o'zgarish o'xshamaydi. Avo o't paylidan sog'iydi, mavo o't but paylidan isiydi. Qiziq choy puflishimiz bilan sog'iydi, ma to'nglab ketgan qo'limiz puflishimiz bilan isiydi. Ish o'xshash. O'xshash ishni qabul qila oladiganga bir sharoit ketdi. Xuddi choy, qiziq choy puflishimiz tufaylidan isimaydi. Undan da isimaydi, chunki u issiqlikni qabul qilmaydi, undan ortiq. Ma to'nglab ketgan qo'limiz o puflishimizning so'g'iqidanmi so'g'iq o'g'achqa buni qabul qilmaydi. Hammasi o'zi qabul qila oladigan narsani qabul qiladi. Endi demakchi o'g'limiz shuki qarindoshlar. Allohning yordamini keladi, Allohning yordami uzluksiz, ammo qabul qila oladiganlar qabul qiladi. Qur'on desa, Qur'onni qanday tasvirlaydi Qur'oni Karimda? Taqqa tushib qolsa, o tog' qo'qqinidan partlab ketadi, tuzlanib ketadi, tasvirlanadi. Ammo inson anglayotdi Qur'onni. Inson Qur'onni anglayotdi. Qur'onga insonga Qur'on ta'sir qilmayotdi. Qur'onda sur Muhammad 16-oyatda mana bir ahvolni tasvirlaydi Qur'on. Va minhum may yastami'u ilayk. Ularning ichida shunday bir kishilar borki, senga quloq soladi. Sening qashingdan chiqsa, biladigan bilimli kishilarga qarab, nima dedi bayatdan? deydi. Qaranglar, bu yerdagi nimda otdi bayatdin degan gap amaliyotda masxira. Ya'ni Rasululloh bularga o'qib bergan Qur'on bularga ta'sir qilmadi. O'xshash Qur'on. Allah bularni qanday tasvirladi? Ulaikallazin taba'allohu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ana Alloh ularning qalblarini pichaklab etgan, ular o'zlarining xohishlariga ergashgan kishilar. Ya'ni ish bo'lsa-mu bunu qabul qilish masalasi bor. Ya'ni Allohning yordami azaldan bor. Buni qabul qilish uchun bir liniyaga kirishing kerak. Bir sistemga kirishing kerak. O'zing sistemning sirtida turib olib, Allohning yordami kelmadi desang, bu to'g'ri bo'lmaydi. Alloh Uhud va Badr ikki jangni bizga misol qilish orqali buni bizga tushuntiryapti. Uhudda anda oldu ilgili dersimizde sözlügendek. Bedir'de özünle az durup, aciz durup Allah sizlere yardım berdi davadıdı. İnsanın da bir misal alay. Velillahil mesalul a'la. Her daim meselelerini aydınlaştırır için misal sözlü avatımız. Hem de o karındaşlara eskertip koyay. Allah koygan imanımız, Allah koygan itikadımız leyse kemislihi şey ramkisi de buludu. Allah'a hiç neresi okşamaydı. Allah özünün halkını ve kimsin olsun
hech kimga o'xshamaydi. Allohning mutlaq o'xshashi yo'q. G'aybiy ishlarning o'xshashi yo'q. Faqat masalani oydinlashtirish uchun misol keltiryapmiz. Masalan deylik, radio stansiyasi radio chastotasini uzluksiz tarqatadi qarindoshlar. Shu topda atrofimizda radio chastotasi bor. Endi bu yerda shu chastotani qabul qila oladigan bir radio bo'lsa, radio chiqdi, ovozni qabul qiladi, biz bilan anglaymiz. Bir radio qabul qilinmadi degan gap chastoti yo'q degan gap emas, signal yo'q degan gap emas. Balki radio buzuq. Radio qabul qilinmayotdi. Shuni biz deymizki, Allah'ın yardımı kemmedi, Allah'ın yardımı kemmedi deydi Allah, özünün radyosunu olsun. Allah'ın yardımı her daim ba, elet davam ba. Sen acı yardım bildiğin liniyaya kel. O liniyaya kelenmeyi durup, o liniyaya boyunca manmayı durup, yardım kemmedi desen, mantıksızlık oldu. Asla ve asla, her kan çıkıp get, kubul kılanmaysa onu, sen şu liniyaya girmesen. Şu ayette fettakullah ifadesi kullandı. Fettakullah biz davamlı davatımız tercüme Kur'an'da Allah'tan korkuna da tercüme kılıqlıq. Ama texmi biz tefsir olğaçqa izahlavatımız Allah gazaplanadigan, yaxşı görmeydigan işladın saqlanınlar degan ma'noda. Bu yo'ldan chiqib ketishdan saqlan, bu manhajdan chetnab ketishdan saqlan, eg'ib ketishdan saqlan, xatolashdan saqlan degan ma'noda. Agar sen to'g'ri yo'ldan chiqib ketishdan saqlansang, o'zingning to'g'ri yo'linishini muqim tuta olsang, sana yordam davomli keladiganligi aniq. Xuddi radioning saqlam bo'lsa, signal qabul qilaliginiga o'xshash. Yani Allah'ın yardımını qabul qilish uchun yardım qabul qilish ustidan nima bo'lish kerak? Sağlam bo'lish kerak. Ondan Allah subhanahu va taolo bu masalani texmi aniq ro'shan shaklda izohlab bizga bir qanoat berish uchun, bizga bir xotirjamlik kirish uchun iz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ay yumiddakum robbukum bi 3000 min al malaikati munzalin. Öz vaqtida sen ey Muhammad alayhisalom deysa mu'minlarga Allah sizlarga 3000 tushirilgan malaikalar yordam bersa yetmamdi. Buni bu aloqa yordamning biz tushunadigan bir shaklda, biz anglaydigan bir shaklda qana qilishi bir izohlanish yordamninki. Endi qana qilamiz endi Allohning bu yordamlarini qabul qilish uchun. Allah malaikalarni tushirdiga aytdi qarama, bizga yarasha. Malaikalarni tushirdiga yordamga. Qana qilamiz onda bo'lsa. Bayatın radio buzuq degandek, bu bizdagi buzuq uskunni o'ngshashini qana qilamiz? Buning to'g'risi keyingi oyatda, ya'ni 125-oyatida bala masala shundaki, in tasbiru oxirigacha bardoshlik bersanglar, butun kuchingni ishlatsanglar va tattaqu sizlar bayatligini saqlansanglar, nimadan? Xatolashishdan, yo'ldan chiqib ketishdan, noto'g'ri ishlarni qilishdan, manhajdan chetnashdan saqlansang va yatukum bi min fawrihim ligdar hal qiladi. Hada yumditkum robbukum bi 5000 min al malaikati musawwimin. Belgilik ro'shan malaikalar bilan 5000 malaika yordam berib da'vatidi. Ya'ni bu yerdagi g'albini qabul qilishning tub asosini ikki ish bilan bizga ko'rsatdi. Birisi bardoshlik berish, as-sabr ifodasi Uyg'urdagi sabr qilishdan biroz ma'nosi kengroq. Uyg'ur tilidagi sabr qilish, bir narsaga qanoat qilish, jim o'ltirish degandekmi? Bu yerda chidash, uzluksiz davom qilish, bardoshlik ko'rish, bel quyvatmaslik ma'nosi bor. Bu bir. Ikkinchisi va taqva, ya'ni taqvolik deb o'tib kelsak bo'lmaydi bu yerda. Nima o taqvolik degan? Xatolikdan saqlash, o'zini saqlash. Noto'g'ri ishlardan o'zini saqlash, yo'ldan chetnashdan o'zini saqlash, to'g'ri yo'l, to'g'ri istiqomatni qana qilish, saqlash bu at-taqvo bo'ladi. Mana bu ikki kafolat Badrda tepilg'achqa, Badrda musulmonlar oz bo'lsa-mu g'alaba qildi. Ammo Uhudda-chu musulmonlarning Badrga qarag'an vaqtda soni ko'p bo'lsa-mu, qurol, yaroqlari dushman uchun tayyorlik qilib kelgan bir shaklda bo'lsa-mu, Badrga o'xshash tayyorliksiz kelib qolmagan bo'lsa-mu, lekin Badrda, Uhudda oxirigacha bardoshlik bermaganligi uchun, ya'ni g'animatni ko'rdi, chidab turolmadi. O'zini tutib ololmadi. Allohning buyrug'iga xiloflik qilishdan saqlanolmadi. O'rninglarda turinglar degan buyruqi, Rasulullohning o'rninglarda turinglar degani Allohning buyrug'i edi.
Bu holatda yordamga qanday loyiq bo'lasizlar? Tabii yordamga loyiq olmaysizlar vaqtida. Ya'ni bu yerdagi yordamni beradigan kim u? Alloh beradi. Bu yordam kim erishadi? Allah ko'rsatgan yo'lda to'g'alla, o'zining istiqomatini saqlaganlar, yo'ldan chetnamaganlar, xatolikdan saqlanganlar. Kim olmuşda adamlar, yordamga odamlar ikki xil sifatning sahibi. Bu yo'lda oxirigacha bardoshlik qilib chidab mangadiganlar bu bir sabr, ya'ni ikkinchisi at-taqvo, ya'ni xatolikdan saqlanib to'g'ri yo'lda mangadiganlar. Ikki xil sifatligisi bu yordamni qabul qiladigan kishilar bo'ladi. Ya'ni xulosalasak, bardoshlik berish as-sabr va xatolikdan yo'ldan chetnashdan saqlanish dal kurashga kirgan vaqtda, jangga kirgan vaqtdagi tayyorlik mush ikkisi. Bu yerdagi son masalasi cho'ng emas, tayyorlik masalasi cho'ng emas. Agar sonni asos qilib olsak, tayyorlikni asos qilib olsak, bizning dushmanlarimizga qarata bunda qarayanmasligimiz kerak biz. Bizning sonimiz, bizning tayyorligimiz, dushmanning soni dushman. Ammo ularning qanchalik soni olib kelsin, ularning qanchalik tayyorlik olib kelsin, bizning Robbimiz bor. Agar biz Robbimizning yo'lidan chiqmay, bizdeki bütün imkoniyatning hammani sarf qilganimizda masala hal bo'ldi. Bir oyat va qarindoshlar. Diqqatini bektardi bu oyat. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo dushmanga qarshi tayyorlik qilishda va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa dedi. Oyatning tarjimasi nima? Dushmanga qarata sizlar qilalganinglarning hammani hozirlanglar deyapti. Oyatda hargizmi dushmanni yengudek hozirlanglar demedi. Düşmanını yengidek hazırlan. Yani nim demekçi bir yerde? Senin vazifen mayli kaçan bolsun. O saklap oturuşun acısı yok. Mançıl saklaşın acısı yok. Kaçan bolsun sen bütün imkaniyetinin hemmini versen vazifen tükeydi. Ondan kinki iş Allah'ın üstüde. Allah kılıdı ondan kinkine. Yani bir misal Allah karına. Devamlık meselenin düşündürüşünün misal alavatımız. Yani tekrarlayıp koyay. Allah hiç kimge o'xshamaydi, hech narsaga o'xshamaydi. Valillahil masalul a'la. Bir misol orqali buni men tushuntiray. Bir savdiga yuk besilgan bir mashindan birda ambrining oldiga akilib yukni tushamak uchun to'xtatdi. Xizmatchilari qanday qilyotdi, tushiryotdi o yuk sanduqlarini. Bir xizmatchi yuk besilgan sanduqdan birini ustiga elib ko'tirish jarayonida ko'tarilmay yiqilib qag'ilayotgan vaqtida cho'qim haliqi qayta choy ichib o'tirgan yoki buni kutib o'tirgan xo'jayin kutashib turdi. Ya'ni demak nima desa, chunki xizmatchi butun kuchini ishlatib tugudukchi. Kutilmaydigan yerga yetdi. Har bir qarab o'tirmaydi. Uning ustidan uning mollarining yerga tushib sunib ketishiga asla qarab o'tirmaydi. Bu inson bilan insonning o'tirdi bo'ladigan ahvol. Yani inson bilan inson o'tir. Hamda bizga kuyinadigan, bizga mehribon, rahimli bo'lgan Alloh zaminning vazifasini ado qilsin deb bizni avatgan Alloh, zamindagi o'zining vakolatchiligini bizga bergan Alloh hergiz biz bütün imkoniyatimizni ishlatib bulanmaganimizda bizni tashlab qo'ymaydi. Yani bu oyatda xuddi Alloh nima deydi? Sen qilalig'ingning hammani qil, qog'ini men qilaman deydi. Chunki masala sendan cho'ng. Masala sendan buyuk. Yani bu yoqdan yetib oshadi bu yoqqa yani. Sen o'z qilolmaysan uni. Sen faqat vazifang nima? Ustunga tushganning hammani qil. Qag'ini men qilaman deydi bu oyat. Shunga va'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Sen hazırlaya oladigan bütün kuchini hazırla deydi. Onun qag'inisi tinchlik bo'lmasin. Chunki uning indikini Alloh betaraf qiladi. Endi ba'zi qarindoshlarimizning kallasiga iyadagi 3000, 5000 malaikalarning soni bor. Alloh 3000 malaika, 5000 malaikalar yordam beradigan bir soni bor-ku. Kallamızga kelishi mumkin 3000 malaika, 5000 malaika, malaikalarning soni nima uchun tilg'anadi deb. Alloh subhanahu va taolo esonlik bo'lsin, bitta malaika avatmay turib yordam qila oladi. Alloh kun deydi, bo'l deydi, hamma ish bo'ladi. Allohning qudratining cheksizligiga biz tamamen ishonamiz. Bu iymonning asosiy bir qismlaridan birisi. Anda olsa bu yerdagi malaikalarning 5000, 3000,
degan malaika soni Allohning bizga yordam berishdagi bir shartmi, o'lchammi, chekmi? Yo'q. Allah subhanahu va taolo bizga malaikatsiz yordam beradi. Ammo inson bo'lish bilan inson har qancha qilib kelsin, moddiy bir uqumba, moddiy sizin, moddiy tuyg'u va insonda. Qarşınızdaki düşmanning soni manchilik. Saymallari manchilik. O'zingizning soni az. İnsanning kalisi azroq bir tatishib turadigan yeri borki, hey bu qadar son sanoqdagi dushmanga bizdek bir odam tengilaylarmi? Qur'oni Karimda 5000, 3000 malaika bilan yordam berdik degandan keyin lan bizning ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Yana bir nima deymiz hamda bizning moddiy yordam tashnaligimiz bu yerdan qanadigan gap. Amaliyotda 3000 ga ketmaydi, 5000 ga ketmaydi. Allohningki yordam qilmoqchi bo'lgan irodasining o'zini yeterlik. Shunga Allah subhanahu va taolo masalani tushuntirib, nimda o'tida qarindoshlamada? Va ma ja'alahullohu illa bushra. Allah uni Dedik yordamni, 5000 malaikalar yordam, 3000 malaikalar yordamni faqat sizlarga xo'sh bishorat berish va bu orqali qalbinglar nima topsin? Xotirjam bo'lsin, qanoat topsin, taskin topsin uchun qildi. Amaliyotda va man nasru g'alba faqat Allohning qishidan keladi. U malaikalar hojat emas, yana bir hojat emas. Faqat bu yerda xuddi bizga yana bir ishorat Allohning oyatdiki sebepki bo'lgan bizning alohida sal qaramasligimiz. Ya'ni xuddi Alloh yordam chugusimi 3000, 5000 malaika bilan chuguzdi. ifodasi qo'llangan qarg'a vaqtda biz dushmanga loyiq bir shaklda butun kuchimizni ishlatib hozirlik qilish. Hargiz Allohdan yordam keladi degan bir i'tiqod, bir iymon asosiga tayinib olib turiblar. Hech qilmaslik. Alloh bilan tayinish, Allohning yordami bilan tayinish degan bir qarşı to'g'ridek nurg'a odam oldindigan bir xatolik mujib emaslik uchun sen butun qulondan qildig'ini qilsa, dushmanga yarasha imkoniyating bor shaklda hozirlansa, Alloh sana bu qadar yordam beradi deb bizning moddiy yordam tashnoligimizni qondirishlantirishga bizga shu sababni ching tutish, hozirliklarga sal qaramaslik degandek bir xil tuyg'ularni bu yerda bir vaqtda bu orqali bizning qalbimizni qanday qilyotdi, taskin topqizyotdi, rohatlantiryotdi. Allah subhanahu wa ta'ala mashta qilish orqali nima qilmoqchi desa, liyaqta'a tarafan min allazina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Ya'ni bu orqali kuffarlarning bir taraflarini kesish. Tarafini kesish degan gap har tarafdan son jihatdagi kuffarlarni azaytish, yurt makon jihatda azaytish, mol dunyo jihatda azaytish, aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ularni yavlan yakson qilib, ularni xor qilib, xor holatda qaytish uchun Allah subhanahu va taolo ashta yordamlarni qanday qiladi, beradi. Endi oyatdagi bir tarafni qanday qilish, kesish. Ashta ifodasi qo'llangan oyatda bir tarafni qanday qilish, kesish. Qana gap bu desa, musulmonlar jamoasi, musulmonlar sinf, musulmonlar to'pi ashta kichik holatdan asta kengaydi. Kimning hisobiga kengaydi? Dushmanlarning hisobiga kengaydi. Dushmanlar bizga qarshi turadi, bizga zulm qiladi, biz u zulmni daf'i qilish uchun dasturib dushmanlarga qarshi qo'zg'alamiz. Har qitimliq ishda dushmanlarning bir qism zimini bizga yutadi, biz tarafiga qo'shiladi. Va bu qilayotgan tirishchiligimizning natijasida ularning odamlari o'ldiriladi yoki bizning safimizga qaytiladi. Ve her qatımlıq jangda ularning mol-mulklari g'animatlanadi, bizning mol-mulkimizga qaytiladi. Shuni bilan dushmanning ziminini bag'ansir kichiklaydi. Odam soni bag'ansir kichiklaydi, mol dunyosi bag'ansir azlaydi. Bu orqali bular xor holatda qaytish, ya'ni a tarafga mashta bir ziyonni yo'laqtirish uchun deydi. Masalan, endi bir oyatda Sura Adning endi bir oyatida Avalam yaraw anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Qaramamdilar biz zaminning atrofini azaytimiz. Alloh hukm qiladi, Allohning hukmiga hech qanday inkor qiluvchi, uni nimishqa bunday hukm chiqarib diguchi olmaydi. Alloh tiz hisob. Qarasanglar, islom tarixining boshdan qarasanglar, butun kufr egallab ketgan zaminlar kundan kunga asta musulmonlar tarafiga qana qiladi. Addisa Quraysh masalasini desak, Qurayshga Arab qabilalari ichidan hech kim chaqlanmaydi. Teptatatda çünkü Quraysh Kabe'nin şu vaqtdagi sahib turg'achqa buguncha qilib qo'yib, atsa hajga boradigan ish chiqadi.
ayada masal chiqmasin deb Quraysh nada mangsa Qurayshni taptatdi. Qurayshga birisi chaqilmaydi. Boshqa qabilalar o'zaro bir-biridan so'qasimi Quraysh bilan beshi urushmaydi. Ya'ni o'z vaqtidagi nupuz, huquq kimning qo'lida edi? Qurayshning qo'lida edi. Endi qarasa musulmonlarning oldida Quraysh ig'ir darajada mag'lub bo'ldi. Shuning bilan asta-asta Qurayshning bu nupuzi azaydi. Bumi kuffarlarning bir tarafini kesganlik. Ashta qilib u oldi deymiz, bu oldi deymiz. Bir qitim urushda zaminni tortdi, ikkinchi qitim nurg'un odamlar o'ldi, nurg'un odamlar asirga tushdi, nurg'un mol-mulklar g'animatga tushdi. Mashta qilib asta-asta azdaydigan gap. Mendiki bir nuqta diqqatimizni tazdiq qarindoshlar oyatdiki. Bu musulmonlarga yordam berish orqali kuffarlarni tupiltizini yo'qotish demadi oyatda. Kemaytish, az qaldirish da'vatidir. Ya'ni nima degan gap bu desa, cho'qim zamin yuzida kuffar qolib qoladi. Agar zamin yuzida kuffar qolib qolmasa, iymonning roli ko'rinarlik, gavdilik o'rtaga qana qilmaydi, chiqmaydi. Hatto Payg'ambar alayhisolamningki qalbi mehribon, shafqatlik bo'lganligi uchun bütün adamlarning musulmon bo'lib ketishini umid qiladi. Bu asosda davom ichib pushattirasizlar. Nimishqa bu odamlar bu haqiqatga egashmaydi? Men bularga samimiy sadoqatmanlik bilan yetkazib olsam, nima uchun bu to'g'ri yo'lga mangmaydi? Buni Qur'onda necha o'rinda tilganliqliq. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha al-hadis asafa. O'zingni tugush yo'lishing mumkin, unda qilma. Endi bir oyatda la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Uni iymon etmaganligidan sen ishing pushun mumkin, o'zingni tugash yo'lishing, ya unda qilma. Innama alaykal balagh. Sening vazifang qana qilish, yetkazish. Bu dunyoning bir xarakteri va haqiqat, batil tang mavjud bo'lib turadi. Hargiz davom batil hargiz yo'qolib ketmaydi. U mavjud bo'lib turadi, an haqiqat o'rtada aniq bir shaklda parlab o'zini namoyanda qilib turadi. Deb kelib oxirsida oyat yana. Ashta bir mazmun bor oyatda, ya'ni tip yildizni kuffarlarni quritib o'tish uchun demasdan azaytish degan gap diqqatimizni tortdi. Ya'ni cho'qim kufri mutlaqo qolib qoladi. Az olsin, ko'p olsin qolib qoladi. Shu vaqtda undan keyin iymonning, haqiqatningki namoyandasi o'rtada qolib qoladi. Shuningcha 128 oyatda nima deydi? Laysa laka minal amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Ya'ni sen masalani o şekilde tushunolma. Rasululloh baydan dedik ya, Rasululloh mehribon bo'lganligi uchun ummatga bo'lgan qalbidagi yaxshilik o'ylash, yaxshilik iroda qilishning hadini zada yetib ketganligi uchun qana qiladi. Hammasi musulmon bo'lsa ekan deydi. Ba'zilari favqulodda haddidan eshib kufrlikqa eshib ketib qolsa, halok bo'lsa degandek bir xil tuyg'uladi-ku insonda. Alloh oyatda masalani kesib, masala sening masalan emas. Laysa laka minal amri shay. Sening unda huquqing yo'q. Sening bir vazifang bor, yetkazish vazifang bor. Balkim bular Alloh tavba berish mumkin. Bugun vayron bo'lib ketsin, madamlar o'lsin degan odamlar o'g'in tavba qilib bu yo'lga kelib nurg'un tuhbilarni qo'shishi mumkin. Aw yu'azzibahum, yoki Allohning azoblashi mumkin. Ular Alloh tavba etsa xushal bo'l. Azoblab qolsa, uningga nisbatan da azoblanib ketma. Fa innahum zalimun, chunki ular zolim da'votidir. Ya'ni da'vat yo'lda, bu yo'lda chiqqan, bu yo'lda mangan odam atrofdagilarga nisbatan xuddi hammasi iymon esulti, bu yo'lga kesulti degan bir tuyg'uning ichiga bakirib ketishkim bo'lmaydi. Yoki bular nima uchun mening gapimni anglamaydi? Hammasi vayron bo'lib ketsin deydigan bir shaklga kelsin bo'lmaydi. Faqat o'zining yetkazguchi, haqiqatni tavsiya qiluvchi ekanligini unutib qolmaslik kerak. Uningga hidoyat qilish, tövbe berish, Allohning ilkida kelish, balkim bugun tövbe qilmaganlar ati tövbe qilib qilish mumkin. Bu nuqta qalbimizda nihoyatda aniq olsun. Agar unda qilmay, masalani o'zimizga bak ilib olsak, ya'ni xuddi men gap qilib bo'g'chi odam gapni qana qilsuldi, anglasuldi. Yoki men haqiqatga chaqirdim, kasuldi. Men buni musulmon bo'lishini umid qilaman, musulmon bo'lsuldi. Bu xuddi masalani o'zimizga bergandek. Mendagi bir haqni bir shirk babi qilib qilishi mumkin. Inna shirka la zulmun azim. Shirk büyük bir nima, zulm. Eson bo'lsin. Uluhiyat sifati Alloh xos. Biz inson bo'lish sifati bilan, bizning sifatimiz bilan har qanday da'vatchi yoki bu yo'lda ketayotgan
rahbar olsun, yetakchi olsun, kim bo'lsin, o'zining insonligini unutmaslik kerak. Ya'ni o'zining vazifasining doirasini qanday qilmaslik kerak? Unutmaslik kerak. Shunga hozirgi oyatda 128-oyatda laysa laka minal amr shay. Rasulullohga xitob qilib, "Sening bu yerda cho'ng ishing yo'q" dedi Alloh subhanahu va taolo. Masalaning tub negizi senda emas. O'zing vazifasini unutma. Sen xalqan odamni hidoyat qilaman deb hidoyat qila olmaysan. Xalqan odamni ozdirolmaysan. Sening vazifang faqat va faqat yetkazish. Birovlarga qattiq ishing ochiq bo'layotganda, buni azoblab yo'q qo'yasiz ekan demaysan. Birovlarning qattiq iymon aytib mishaga kelishini pek umid qildigansa, ammo unda o'zini demaysan. Sen yetkazadigan vazifangni ado qil. Onun neresi? Allah subhanahu wa ta'ala musulü. Belki bir kişilerge yatubu aleyhim. Tövbe birişi mümkün. Bir kişilerini azaplışı mümkün. Tövbe bersin o. Allah'ın üstüne azaplısa, ula zalim bu halk için azaplaydı. Mesele senden çıkıp ketken mesele. Mesele senden büyük. Mesele Allah'ın meselesi. Allah'ın mülkü ula hemmesi. Digen bir şekilde 128. ayet ahırlaştı. Ayetning davomiga munosabatlik qarindoshlar, ammo vaqt munosabati bilan biz bugun mush yerda to'xtaymiz. Alloh subhanahu va taolo har birimizni Allohning yo'lidan chetlamaydigan kishilarning qatoridan qilsin va o'zimizning vazifasini kam qilmagan va haddan oshib o'tmagan shaklda ado qilgan nasib bo'lsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.